Men Italiyaga qaytib ketvordim. Yozgi ta'tilim tugadi. Endi borib uy-joyimga joylashmasam bo'ldi. Hayolimda ishlarimni rejalashtirib ketyapman. Chunki erim bir o'zi qoldi uyda. Bir oylik changlar, tartibsizlik, kirlar meni kutayotgandir. 7 soatlik uchishda bola bilan ketish oson emas, lekin men qizimning sevimli o'yinchoqlari bilan qurollanganman. Samolyotdagi bitta chiroyli stardessa qiz mening followerim ekan. Iliq tilaklar bildirib meni shirinlik bilan mehmon qildi. Rosa ham xursand bo'ldim. Yorim bizni aeroportda kutib oldi. Ishonasizmi, uyga kelsam uylar top-toza, endigina katta uborkadan chiqqan. Birorta chang yo'q. Bu odam uydaligimda hech ham tozalashga yordam bermasdi. Qizlarim kelyapti deb yakshanba bo'lgani uchun ertalabdan ishga tushdim deydi. Bilasizmi nima esimga tushdi? Dadam Angren shahrida talaba bo'lib yashagan paytlari onam bilan opacham qishloqda katta uyda yashashgan. Nihoyat enam onamlarning dadamning oldiga ko'chishiga ruxsat bergan. Onam aytardiki, borsa hatto gilamlargacha yuvilgan top-toza uy. Dadam xotinim bilan qizim kelyapti deb uyni juda ham shinam, ozoda qilib qo'ygan ekan. Dadam qizlarimni o'zimga o'xshagan yigitlarga beraman derdi. Xarakterlari bir-biriga o'xshamasligi mumkin, lekin munosabatlarida ko'p o'xshashlik sezaman. Va dadamning shu gapi ko'p esimga keladi. English risolaning sarguzashtlari Italiyada davom etadi. Siz esa kuzatib borish uchun obuna bo'ling.